Assalomu alaykum bolalar. Bugun sizlar bilan Shahriyoshlar har doimgidek Grand Mobile kanalidasizlar. Bugun bolalar biz Grand Mobiledan so'qa qilamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Hozir biz kazinoga kirib olamiz birinchi o'ringa. Mana bizda 1,5 mingta fishka bor ekan o'zi. Biz ruskiy ruletka o'yinini o'ynaymiz. Qani birinchi o'rinda biz 250 ta cho'rniga tikamiz. Birinchi o'rinda cho'rniga tikinglar. Sizlarga maslahat. Cho'rni birinchi bo'lib tushadi. Kutamiz. Aytmoqchi bolalar, sizlarga bugun yangiligim bor. Men adminlikka zaifga tashladim. Xudo xolasa admin bo'lib qolishim mumkin. Bu mana birinchisi omadli keldi. Endi ikkinchisi ham shu qoraga tikamiz. Birinchi 3 tani sizlarga maslahatim qoraga tikinglar, faqat qora. Bundan keyin asta-asta qizilga o'tamiz. Mana. Voy, ikkinchi salomasi kelib qoldi. Endi qizilga 300 ta tikamiz. Mana 400 ta tikik, 400 ta. Bo'pti, qizilga 400 ta tikamiz. Qani ketdi. Sizlarga yana bitta gap, kazinoda hech qachon yutib bo'lmaydi. Kazino faqat yutqazish uchun chiqarilgan. Ana omadli keldi, yaxshi, 8 ta fishka. Endi keyingisi. Hozir endi yana qizilga yana 2 ta tikamiz. Mana. Bolalar, keyin sizlarga yana bitta reklama. Biz O'yin serverda o'ynaymiz. O'yin serverda o'ynaydiganlar uchun bizning o'zbek semyamiz bor. Shunga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, bemalol Latkarinaga kelaveringlar. Latkarinadagi o'zimiz kutib olamiz va semyamizga qo'shib qo'yamiz. O'yindagi nomer 91 90 91 mana pastda ham yozib qo'yaman. Ikkinchisi mana cho'rniga tikdim. Ana omadli keldi. Mana qaranglar, semyamizga reklama qildim, уже yutyapmiz. Mana ikkinchisi ham cho'rniga tikamiz. Ana yana yutdik. Endi keyingisi. Endi bu 3 ta qora tikib yutganimiz uchun yana bir qoraga proba qilib ko'ramiz. Hozir 100 ta tikib, yana qora tushsa, bundan keyin 100% qizil tushadi. Qizilga tikamiz keyingisiga. Hozir. Ana. Yes, qora. Endi krasniga tikamiz. 2 ta tikamiz. Ketdi mana. Ketyapti. Mana yutdik. Endi yana qizilga tikamiz. Ketdi mana, aylanyapti. Voy, yutqazib qo'ydik. Endi keyingisi cho'rniga tikamiz. Qani. Yutdik, yes. Yutdik, yaxshi. Xarosh. Endi cho'rniga tikamiz yana 200 ta. Qani. Mana aylanyapti ruletkamiz.
Yaxshi, yutdik yana. Endi qaysiga chiqsam ekan? Krasniyga bo'ldi, unda qizilga tikoveramiz. Ana 200 ta ketdi. Ana aylanyapti. Yes, yutdik. Yaxshi, mana taktikamiz juda ish beryapti. 500 ta mana yana krasniyga 500 ta tikamiz. Qani aylanyapti. Yutqolsak bormi? Voy, dahshat. 500 ta minus. 1000 ta tikib ko'rsam mumkin. Butunda 500 ta tikamiz yana. Cho'rniga tikib ko'ramiz endi. Aylanyapti, ketdi mana, aylanyapti. Dahshat, izosta qilyaptimi bu? Izovatsiya qilyapti-ku bu meni cho'ta. Izovatsiya. Endi yana cho'rniga 1000 ta tikib ko'raman. Qizilga. Qani. Ana meni izosta qilyapti. Trep. Ikkinchi qaytib kelmayman bu kazinoga. Sizlarga maslahat bolalar, boshida aytgan gapim. Kazino hech qachon yutish uchun mo'ljallanmagan, faqat yutqazish uchun. Sizlarga maslahat, vashi kelmanglar, mana ruletka bor-ku. Ana shuni aylantirish uchun kelinglar. Baribir yutolmaysizlar, bu o'ylab o'tirmanglar, menga o'xshab xato qilmanglar. Bo'ldi bolalar, fishkamiz tugadi. Hammaga omad. Videoni ko'rganlaringiz uchun sizlarga ham rahmat. Keyingi videolarda hammalarni kutib qolaman. Hammaga rahmat, shuncha vaqtni ajratib videoni ko'rganing uchun. Rahmat hammaga.